Hamzat Chimayevga o'xshashga harakat qilmang. Yaxshisi o'zligingizda qoling. Shunchaki mehnat qiling. Jangda raqibingizni o'ldirish uchun zalda o'lguncha mehnat qiling. Men doim shu narsani zalga keladigan yosh avlodga tushuntirishga harakat qilaman. Belim, tizzam yoki barmog'im og'riyapti deyishadi. Birgina tirnog'i ko'chib ketgani uchun ertalabki mashg'ulotlarni qoldirishadi. Men ularga agar sizlar jarohat olsangiz, oylab zalga kelmasdan dam olarkansizlar-da deyman. Bu ahmoqlik-ku, birgina tirnoq sabab. Kichik jarohatlar sabab to'xtab qolmaslik kerak. Jarohatlar doim bo'ladi. Meni bir kun tizzam og'risa, ertasi kuni qo'lim og'riydi. Lekin bu og'riqni yengib o'tsa bo'ladi. Bu sportda ekansan, doim qayeringdir og'riydi va doim bir nimani yo'qotasan. Bu shunaqa sport. Mashhurlikka erishganing sari do'stlaringni yo'qotasan, boshqa ko'p narsalar hayotingda ro'y beradi. Doim yaxshilikka erishishga harakat qilish kerak.